Nazmi muqaddima. U qudratlik birli Xudo hammadan ilgaridir. Barliq shukr madhiyle uningga mansubdir. U ulug'liq egisi, qodir va zul jalol, yaratgan, taraldirgan, qodir va komildir. Yer ko'k bilan xaloyiqning egisi, ya'ni hamma uchun rizqni tayyorladi, kulib turib yegin. Xudo hammaga hisobsiz rizq berguchidir, hammani yegizidu, lekin o'zi yemaydi. Hamma jonliqlarni hargiz osh qo'ymaydi, ilkidagi hammani yegizidu, ishkizidu. U qandoq xohlagan bo'lsa, hamma narsa shundoq bo'ldi. Kimni xohlasa, shuni ulug' qiladi. Allah tanlagan payg'ambarga madhiya va salom bo'lsin. Yana hamrohlariga davomliq salom, ehtirom bo'lsin. Muhammad alayhissalom xaloyiqning boshchisi. U hamma kishilarning ko'z va qishi. Yana bu bak aziz bir kitobdir. Bilganlar uchun bilim dengizidir. Bu qimmatlik bilimlar bilan bezalgan. Shundoq ekan, shukr qil, qanoat tila. Kitobning hamma yeriga donishmandlar so'zlarining parchasi unchidek tap-takshi tizilgan. Sharq podshohi Machinlar begi dunyodagi bilimlik, idroqliq yaxshilar borliqi bu kitobni qo'liga elib o'zlashtirgan, xazina ichida saqlab asragan. Biridan biriga meros bo'lib qolgan, o'zi tutib boshqalarga bermagan. Bu kitob foydaliqdirki, hech ziyni yo'q. Ko'plagan turklar buning ma'nosini tushunmaydi. Bu kitobni tushunganlar mazmunini bilalaydi. O'qigan, yozgan, ya'ni savodli bo'lsa tushunalaydi. Bu kitobning so'zlari qo'l va ko'z bo'lib yo'l ko'rsatadi, ikkili dunyoda ishni o'ngshaydi. Machin va Chin hakimlarining hammasi birdek bu kitobni yaxshi deyishdi. Hamma turk, Chin va Sharq allarida dunyoda buningdek boshqa bir kitob yo'q. Kitob qadrini bilimlik biladi. Idroksiz kishidan, ya'ni nodonlikdan boshqa nima keladi? Kitobni ko'rganlar odamga bermagulik. Agar do'sting bo'lsa-mo, ishonmagulik. Chunki bilimsizlar buning qadrini bilmaydi. İdraklıqlar o'qib uni asraydi. Muallif uni Bug'roxon zamonida xon tili bilan bayon qilgandir. Bundaq kitobni avval kim bayon qilgan? Bundan keyinmi kim bunchalik o'z bayon qila olsin? Qani kim bo'lmasin, mushundaq yoza olamdi? Yozalig'ini bor bo'lsa, uni maqtayman. Har qaysi shahar, kent, o'rda saroyda kitobni boshqacha ot bilan otadi. Har bir elning dono hakimlari shu elning yo'soni bo'yicha ot qo'ydi. Chinliqlar shohlar adab qoidasi deyishdi. Machinliqlar mamlakat sirdishi deb atadi. Mashriq elidagi ulug'lar bu kitobni amirlar zinnati deb to'g'ri atadi. Ironliklar buni shohnoma deydi. Turanliklar qutadg'u bilik deb tushunadi. Ko'ginki har qaysi alla o'xshamagan tillardagi turlik so'zlar orqali uningga har xil nomlarni berdi. Yana bu kitobga ot qo'ygan ulug' va yaxshi bandasini Xudo kechirsin. Ey bu kitobni qabul qilguvchi, bu turklar tilida yozilganiga ajablanguchi. Qara, bu kitob hammaga yaraydi. Shohlar uchun el yurtni uzun boshqarishga foydali. Mamlakatni idora qilguvchi kimlar bo'lishini, uningga nima qilish kerakligini hakimlar so'zlagan. Shohning qo'g'dilishi va buningga keraklik vositalar, mamlakat tuzishning tartib shartlari, mamlakatning xarob bo'lishi, turaqliqligi nimidan yoki mamlakatning yiqilishi, davomli turishi va boshqalar. Yana cherik askar qo'shinlarning qandoq to'planishi,
yer va yo'l tepishi, bularning tartibimi kitobda ochiq tanlab ayrim ko'rsatib berilgan. Yana mamlakatni mahkam tutqichi kishining yaramliq erlarga ish topshirganligi ko'rsatilgan. İdraklik loyiq biri lozimki, chiroqqa oy nurini beg'ishlagandek bo'lsin. Xalqning shohlarda haqqi bor. Shohningmi xalqdagi haqqi ravodir. Yana puhrolar uningga rioya qilsin. Shohmi puhroning jon tenini asrasin. Qaysi bir shoh urush qiladigan, jang paytida lashkarlarni qandoq tuzishni, dushman sheriklarini qirish uchun qandoq hiyla ishlatish lozimligi so'zlanadi. Shoh qandoq tadbirlar qo'llanishi, o'zinimi, xalqnimi to'g'ri yo'lga selishi kerakligi so'zlanadi. Bu yangilig'i shohni xalq so'yadi. O'zgilarmi yuzini ko'ray deb oldiraydi. Öz omadlik deb bilib xizmatga ba'zilarni yaqinlashtirgulik, ba'zilarni yiroqlashtirgulik. Bir munchilarni puxtalik bilan yaqin tutish, ba'zilarni asqatmaydi, yomon deb yiroqlashtirish kerak. Yana biri bosh kesish uchun siyosat ishlatish, ikkinchidan ko'ngil elish uchun farosat ishlatish kerak. Farosatlik, bilimlik, botur, shir yurak bo'lish, xazinini to'ldirish va uni loyiqida taqitish kerak. Puhrolarga nisbatan noiti savrchan bo'lsa, hamma ishda rohat topadi. Bir qancha so'zni sana vasiyat sifatida qoldirsam, unutma, menga duo qil. Nazar sol, bu kitobni tuzgan kishi mohir kishilarning sari ekan. U turli fazilat va farosat bilan bezalgan va xushal o'tgan ekan. U to'g'riligi, hurmati va xudogo'yligi sababidan taqvodor, bilimlik, pok bo'lib o'tdi. Uning yashagan makoni Qo'z Ordu eli. Uning taxti yaxshi nasabdan, so'zgimi mahir edi. U tug'ilgan elidan chiqib ketib, bu kitobni tuzib tugalladi. Hammasini yezib tugatib, bir tartibga selib, Qashqar elida tamomladi. Uni shohning oldida o'qib berdi. Xonlar xoni Tabg'och Qora Bug'ra xon uni ko'p qadrlab, mukofot berib, qalam haqqi va aql farosati uchun hurmatladi. Uningga xos hojib nomini taqdim qilib, uni o'ziga texmi yaqinlashtirdi. Qara, bu ma'nilik ish uchun hurmatlab, uni Yusuf xos hojib deb to'g'ri atadi. Yana bu kitobni bayon qilganda 4 ulug' narsa asos qilingan. Biri to'g'rilik asosidagi adolatdir. Ikkinchisi davlat, baxt, iqboldir. Uchinchisi ulug'lik bilan aqldir. To'rtinchisi qanoat bilan salomatlikdir. Buning har biri uchun boshqacha nom bergandir va shu nom bilan oxirigacha bayon qilgandir. Adolatni kun tug'di alayk deb atab, uni shohlik o'rniga qo'yadi. Davlat to'g'ridan to'g'ri oy to'ldi deb ataladi va uni vazirlik o'rniga qo'yadi. U aqlni o'gdilmish deb ataydi va vazirning o'g'li deb aytadi. Qanoatga o'dg'irmish nomini beradi. Bunimi vazirning yaqini deydi. Qara, buning hikmati 4 narsa ustidadirki, ularni tartib bilan yezib kitobni tamomlaydi. Arabcha, tojikcha kitoblar ko'p. Bizning tilimizda bu yegona hikmatdir. Bu kitobning hurmatini bilimli kishilar biladi. Bilimning qimmatini aqlli kishilar tushunadi. Sana bu turkcha qo'shoqlarni tuzib berdim. O'qiganda unutma, menga duo qil. Dunyodan o'tib ketaman, so'zimni o'zing angla. Ko'p ibrat ol va ko'zingni och. Iloho, sen yakki yegonasan, hammamizni kechirgin. Hamma mu'minlarga didoringni nisb qil.